Kaplanbaş Linchung'ning marti zat qanchalik üstün. Su buydan namlıq əsərdə bu Kaplanbaş Linchung'ni yoqtirdiganlar nəhayət nurg'un. Shuning uchun o'tgan men boshqacha bir javdudini tushuntirib qo'ysam, nurg'unlar baxaplab ketgan. Bugun hamda Linchung'ni maqtaymiz. Linchung'ning alam marti jihatda Linchung zat qanchalik üstün. Linchung Liangshanning ot ustidagi 5 yo'lbossangunning ikkinchi o'rinda o'tirdi. Endi asar qarsak Linchung tunji qitim nada o'tirib chiqdi. Lu Jishinning Majnun talni qumurayotgandan keyin o'tirib chiqdi. Yani bu yerda Lu Jishin bilan bir maydon qattiq tutishdi. Mush vaqtda nima deydi Lu Jishin? Voy o'zlari asli Lim Baqovning o'g'li keldi-da. Men padarlarini o'z vaqtida ustoz tutgan deydi. Demak, Linchung'ning oti bo'g'usdan tatib mushundaq alamdor kishilar. Yani Linchung kichigidan tatib muntizam tarbiya olgan. Shunga bu keyin Linchung'mi Wang Jingning o'ttirib chiqib 8dak ordiya savulning baş məşğavlığa tanlanğan. Yani bu hazırki buduyning baş jambazlıq məşğavlı degan gap. Endi bundaq məşğavlarning ortiqchiligi nima? Bularning qanday ortiqchiligi bo'lish kerak? Yani hamma tarafda teng yetishgan bo'lish kerak. Hamma qurollarni teng ishlatoladigan, ot ustida, piyoda, o'qiyada har xil janglarni qamlashtirib qila oladigan, shularni ma qo'llashib askarlarga muntizam o'rgata oladigan bir ilm qo'saqti bo'lish kerak. 8dak ordiya savulning mashg'avluga chiqmashlaridan masdan Linchung burun Wang Jing mashg'avldi. Wang Jing qechib ketgandan keyin Shi Jiazhuangga berib, ajdarjiga Shi Jingni 20 yil mashqlantirib 18 xil mahoratning hammasini o'rgatdi deydi. Endi bu yerda Linchung bu 18 xil mahoratning hammasini bilamdi deganda aniq uchur bermagan. Lekin shunda men bilan taklif qilib baqsaq biladi. Masalan, asarning o'ziga qarasaqlar Linchung qilish, nayza, kalta, shamshar qatorliqlarning hammasini voyaga yetkazib ishilta oladi. Lekin yana bir muhim qurol gurzini ishiltib baqdi. Lu Jishinning bu aypaltliq gursini ishiltib baqdi. Biroq Lu Jishin bilan qilgan dialogga qarasaq, o'zdir bu qurollarni esilga, buni manda maratda manda isli yaxshi ishilta oladi degan gap so'zlari dilla bunun bu gürz işiltişdimi xəbər var ekanligi aniq chiqib turyapti. Bo'lmasa Lu Jishin Linchung'ning oldi gibi quruq gapga asosanlar buni voy deb qolmaydi. Hamda bu Liangshandagi ot ustida 5 yo'lbossangunning jang quroli qarsak, Linchung'ning quroli pat almışıp qoldi. Qağalarının undaq emas. Masalan, Guanshan şu qara ejderha berdar shamshirini doim ishiltidi, Qo'yanji va qo'shni ejderha darsini ishiltidi, Chimmin qarsak eliqi Lang Yabangsini doim ishiltidi. Linchung qarsak lekin ba'zi nayz ishlatgayri va ba'zida eliqi Jangfei'nikidek yilan burunliqman ishlatgayri va ba'zi chas yolman ishiltib qo'ygayri va Linchung nima ish bunday qildi? Chunki bu hammasini yetkazib ishilta oladi. Shunga jangning ahvoliga asosan nayz qurollarini almashtirib ishiltyapti. Endi nurg'unlar nima ish Linchung yaxshi ko'rdi deganda, chunki Linchungning yakma-yak urushgan yerlari bir qadar ko'p. Yani Linchung 11 qitim yakma-yak urushib, 8 qitim raqibini mag'lub qilgan, 3 qitim tanglashgan. Alam jihatda yengilib qolgani yo'q. Shu Gauchuga qalam jihatda yengilib qilib ochish ulkitdi endi. Shuning uchun Linchungning bu yerga eng chong ojizligi nima? Mijoz xarakterdagi ojizlik. Endi bu yerga Linchung bo'lsa Liangshan ko'ldagi 108 polvonning ichida rad tartibda 3-o'ringa tuzildi. Bütün Su buydan namlıq əsərdiki palvallar qatarda, yani bundaq deyişimdə məsələn Shibungung, Afanglarniki 4 yolbossanın qatarlıqlarım kirdi o vaxtı mənim üçün Liangshan dil bağıməz, bağdır etmətlər. Mandaq sanısaqmı, Linchung yanına bütün Su buydadımın 6-cı 10-cı tizildi. Bundaqda keyinki sanda Liangshan küldeki 108 palvanın biləm cəhətdiki payxan bağlısını sözləb birmə, yaxdırılğan dostlar, meni qoşup verişini unutup qalmanlar.